Hazreti İbn Umar aytadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 namaz okup öyle sajda kıldı deydi. Keyin sajdadan turup ana kayra ruku kıldı deydi. Fara'u ennehu qara'a tenzile sajda. Koysu al tenzil es-sajda degan surani okugan ekan keyin bilishdi. Eğer kızığı 5 namaz okup namaz qanday o'qidi? O'qib turib birinchi rukuga boradi, ana qayerga boradi? Sajdaga borish kerak. Biroq kızığı Peygamber 5 ni o'qib öyle darvole sajdaga ketib qoldi. Endi qarab turib qo'shib sajdaga ketishdi. Qayra sajdadan turib, ana qayra rukuga borib, ana sajdaga borib ketdi. Demek ki aytgani, demek degan namazın ayırması ol, namaz o'qiganda sajdaga borib turib, ana namaz ulab ketdi degan so'z bo'ldi. Demek asli tartibini al shunday. Namaz o'qiyotganda sajdaya kelib qolsa, o'qib tutib sirasi sajdaga borib turib, bir sajdaga turib ulab ketaverasiz. Biroq boshqa bir tartibi bor. Agar o'sha yerga kelib sirasi ruku qila turgan bo'lsa, o'sha rukudan sajdaga jarayaveradi. Biroq eng yaxshisi adam azroq adashmay turgan bo'lsa, anda o'tirgan yerdan, sira turgan yerdan, o'qiyotgan yerdan sajdaga borib kelib olib turib, ana to'liqda mana rukuga olib sajdaga olib namozni qanday o'qib ketaversa bo'ladi. Jamoatda shunday bo'lib qoldi. Adamlar bu fiqhda xavotir bo'lib qolgan uchunda sajdaga borganda o'sha yerga kelib turib rukuga olsa, o'sha bo'g'iraq. Nasitran mesjidlar o'sha yerda qarlar, o'sha taravihda namoz o'qib sajdaga borsa adashib ketganlar ko'p bo'ladi. Rukuga bordi. Ana secdada rukudan turib, ana secdaga qolishib qiziqchilar bo'lib qoladi. O'shaning uchun jamoat azroq bunday ilmiy tayfa bo'lib qarlar arasida dalojni qilish kerak. Agar jamoat ko'p bo'lib qolsa, sajdaga ko'rmanda rukuga borsa, o'shanda sajdaga qolgan bo'lsa, rukuga maqsad bu sajda. Rukuga maqsad bu sajda. Qiyamda rukuga maqsad o'sha sajdaga borib bo'lgan harakat aytadi.